bizni eng hayratga qoldirgan narsalardan bittasi, agar bilsalaring tarixdan Muso payg'ambarimiz Fir'avndan qochganda dengiz o'rtasidan bo'linib, Allohning inoyati bilan Fir'avndan qochib, Muso payg'ambarimiz dengiz o'rtasidan o'tib ketadi. O'shanda dengiz bo'linganda baliqlar ham bo'lingan degan rivoyatlar borda. Bu narsani to'g'risi men ko'rmagandim. Hozir o'sha mo'jizani ko'rdim. Haqiqatan ham baliq ikkiga bo'lingan. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana baliqning oldi tarafi, endi o'sha baliq tarafi, mana ikkinchi tarafi mana. Xuddi baliqning o'rtasidan bo'lamiz-ku, xuddi shunaqa bo'lingan. Lekin mana qanotchalari bor, mana jabrasi bor, hamma narsasi bor. Bu ikkita baliqni mana hozir birlashtiradigan bo'lsak, bir butun baliq bo'ladi. Faqat ikkalasi ikkita tarafli ikkita taraf bir xil bo'lgani uchun hozir birlashtirishning imkoni yo'q, lekin xuddi shu narsa ekan. Allohning mo'jizasi Muso balig'i deb ataladi. Rahmat.